Nurg'un Uyg'ur tibobat mahsulotlari bu savdogarlarning mushu mahsulotlarni qarg'ularcha ziyodamak mubolag'alashtirib maqtab setishidi. Mushuni setib olgan kang xalq omamiz buning ta'sirini, unumini maqtaganga tushdiq ko'ramaganligi sababidan Uyg'ur tibobat mahsulotlariga ishonmasli bo'ldi. Sizdan so'rab baqsam, siz mushu Uyg'ur tibobat mahsulotini haqiqiy Uyg'ur tibobat xodimini setib oldingizmi? Yoki bo'lmasa g'ayri kasbdan bizning mushu Uyg'ur tibobatimizga pul tepishni maqsad qilib so'qinib kirib olgan savdogarlarni setib oldingiz. Hozir nurg'unlagan Uyg'ur tibobat mahsulotlarininki aks ta'siri yo'q, aks ta'siri bo'lsa bak ko'rinarlik emas deb nurg'unlagan g'ayri kasbning odamlari mushu Uyg'ur tibobat mahsulotlarini setib ko'p pul topib o'tganda mush kasbga qarg'ularcha besib kiryapti. Shu sababdan Uyg'ur tibobat xodimlarininki Şinjan tavasi haqiqiy o'qib chiqqan shogirdlarning soni ziyodamak oz bo'lganligi sababidan bularninki o'zini ifodalashi, mahsulotlarni tartibli davolash qoidasi bo'yicha bemorlarga berishi nisbatan oz bo'lib ketib, savdogarlarninki ziyodamak ko'p taraf setishi, kang xalq ommasininki shularninki atrofiga yig'ilish sababidan tibobatdan buni pashboyab ketganligini aytib ko'p. Endi sizlarga mushu mol sotgan adab tibobatchi bo'lmasa, yoki bo'lmasa mush kasbni muntazam o'qigan, yoki bo'lmasa bu yerda 8-10 yil bir ustozga shogird kirib, tibobatchilikdan o'rgangan, bilimi olmagan odam bo'lsa, bular dorilarninki qaysi a'zoga ziyon qilganligini uqmaydi. Amaliyotda tibobat dorilar haqiqatan ziyon qilib tutganlar. Mush qarg'ularcha quvvatlayotgan dorilarni iste'mol qilaverganlarga tibobat dorisi ekstaz ko'rsatmaydi deb ko'p qismi 60 yaş aşkandan keyin men qilgan tomir to'sulash, qetishish, palajlardan ulab ketadi. Revmatizmga bo'g'imlar og'riqligi bitgan dorilarimizning ko'p qismi oshqozonni buzadi. Buning oshqozon dorisi bilan qetib berishni bilamdikan, bilmamdikan. Oshqozonni ojiz odamlarga yana biz bo'g'im og'riq revmatizmning dorilarini biri berganga oshqozonni qo'g'dayotgan dorilarni bilan qetib bermasak, oshqozonni qadi chiqib ketmas. Shuni biz tibobat xodimlari mushu bemorlar bilan qayta paranglashish, ko'rishish, tumu tutuş, qarab tekshirish, mushu orqali biz mushu bemorlarning mijozini, o'zgargan xilitini ayirib turib, uni uchun to'g'ri tanishib beramiz. Lekin sizlar qanday qildinglar? Sizlar faqat to'rlarda maqtayotgan, faqat mushu bir dorilarni yesangiz sizning kasalligingiz tupingizni saqlaydi degandan keyin sizlar bag'anchirib shularning mahsulotini otgan bo'lib ketdinglar. Hatto 100% foyda qildi deyotgan gapga alohida ishinib ketib boryapsizlar. Mendimi bizdimi tibobat ahlilarida nima so'rasa, sizning mahsulotni isak 100% saqlayamdimiz de. Yo'q, shunga mening mahsulotimni yesangiz saqlaymaysiz deyapman. 100%lik saqayta olamsiz deyotganlar. Shunga tuqqanlar demakchi o'g'ini mushu g'ayri kasbda, mushu tibobatchilikda non topqil o'tgan degan bu liniya bilan kirmanglar. Axloq fazilating bilan, mas'uliyatchilik bilan bu kasbga kiringlar. Har qanday kishi tibobatchilik o'rganishni orzu qilsa yaxshi. Bunaqa kishi yosh, qobil, zehni uchuq, o'tkir bo'lish kerak. Bemorlarni qaqshatmaslik kerak. Bemorlarningki mol dunyosi ko'zlab dori sotmaslik kerak. Buni dal bizning Uyg'ur tibobat olimlarimizdan Abu Nasr Farabiylar buni o'z vaqtida o'tirg'a qo'ygan.